Әттігенді орындың қопыт суланы сепемейді деп. Алдымдың геп депті ғой, мені потбол тепемейді деп бүгін мана. Әліміздегі потбол мұсабықысын түшендіріміз, ұндалса дектіңла. Ekranımızda bolsun da bakrağla. Ekranımız bolsun. Minasın palançı dere. Sen de Minasın palançı. Sorunda arakçı olsa öylerge tüz giremeydi. 30 yaşımdın ağayları kaçtıgan kosarmayki tüz giremeydi deyip bana. Tövende bugünkü cünseye giren komanda Yeşil Paypakla komandası. Bazılar hati zuvatıda boru bilen doskıda 33. numurluk Maykini kivaldi Sebiballah Soskıda degендek hazırgacha Soskıdın açırmıgan Emincan Teyipcan akam Yeşil Paypakla komandasınınki gol ezası 11. numurluk bir qosak akam yani 150 so'mlik botusumni ijar gelip mana shunda kunlari bavshanda ishlab kuniga taslishyapti. Aldığı qosak silishda ayoli bilan baslishyapti degендek o'sha akamni bugungi Yeşil Paypakla komandasınınki gol a'zolaridan birisi. Yana bir a'zorimiz olsa ana mayaqda juqalab mengayotgan tavuzni tilivatdi pichoq bilan shapaqda bir topni uralamdi Saidkamla qapaqda degендek Saidcan akamiz musobaqa boshini chaldi da kayfiyat nihoyatda o'ri bugungi musobaqaninki reper bayaqram reperi suhbat efendim bu adam sal yüzü tüven bir yıl to'y qilmoqchi shuni yapıya qochdi ayolning yüz bunikini sal yuqori qarshi taraf mahallimizda nihoyatim yüz topgan Qizilor Boshqarma komandasidan akademimiz tanishtirib olsak mana bu yoq olimchikam mana bu yoq shaltoqliq hamda xotin elishda mahallimizda rekord buzib o'tgan EK Shaltoq akamiz shakal mana bu yoq Nijatkam o'ziniki bugungi irodasi bilan to'moqda bu yoqni vartat turgan hamda vartani oldi qechiyotgan Qozoq mayri Nurserga og'amiz qani chaplaqlar bormi vartat turgan o'zimizning mahallik akamiz ya'ni Qashqon qo'lda minshildir va Meshontalning sheqini tutib past tarafga egdirib olsangmamdi bilaklarini ilonga toshtirsak qulonga chektirib olsangmamdi degan sevimli varta akamiz bor ekan bu xunsa chikamroq Meydan keyfiyati nihoyatda yuqori ko'tarangi tushdan burungi mayirlardan yo'qi tushdan burun qo'naqshaq to'g'raydigan mashina kelib kelib qo'naqshaqni to'g'rab kelgan isqahkam Yeşil Paypakla komandası qaytildi mayirlar hozir oldi qarab qo'ymoqda 1986 yılı Çapçan ayısına Çoğunbuğur yezisida tug'ilib, mahallamizdagi vartachilik ishlariga o'zingizni to'p qo'shib, birinchi qitim hayotida varta turayotgan Ro'zaxon Paypaq akamiz tövende vartani egallagan bo'ldi. O varta mazmut qadamlar bilan kelib, qancha-buncha qo'shiqlarni so'riladi deb ketadigandak, Paypaqni yuqori ko'tarib qo'lni ko'tardi, 15 topni yeb ketadigandak deb. Egiz ketgan qo'llarlar maydonga tushdi. Musobaqa boshlandi. Musobaqa 66 numurliq Sayıp qapak akimizda o tushdan bir shaxt to'g'irgan isqahkam qo'yadi. Shaxt to'g'irgan isqahkam chatdan chiqqan. G'olliq mayr Ilshatgam qo'yadi. Ilshatgam o'ng tarafga ijar cho'qay bir qo'saq akam raqat qo'yadi. O nihoyatda cho'q qadam ilib kuchlik tepgan asosda cho'ngapisining o'yini sig'il tepdi. Qarshi taraf mayr Qizilor Boshqarmadan Nijatkam Ika Shaltoq qo'yadi. Ika Shaltoq shat kelib tushdan bir qo'naqshaq to'g'irgan isqahkam topni qo'lga olgan bo'ldi. Mana siyakdan chiqqan hemen top boshlaganga isqoq. Isqoq rapatgan ijar cho'qay keladi. Ijar cho'qay bu topni nihoyatda chiroyli tepgan lekin qarshi tarafning Qizilor Boshqarmalarga hakamimiz setilib ketdi. Bir topni o'xshab tepamay chatolar yishilib ketdi degandek. Yishilib ketgan chatolar bilan bir topni yana cho'ngapsin o'yin so'chadi. Qarshi tarafning vartasi chashqan mushitdan chiqdi. Varta to'shishdan degandek. To'shishdan chiqib bir topni kirgan bo'ldi. Top başını çaltırdı. Bu top xuddi qo'ldan başlanib Hindistonning cho'yli toplaridek boshlandi. Hindistonning cho'yli topi. Naytimish Qozoq Mayer Nurserikda. O jurdi. Ol oyoqni oldi. Qaytadan Ika Shaltoq bu topni bir deb sharqiliq. Ishdan bir shaxt to'g'irgan isqahkamni dumbisiga tekkizib, o'zlarining adam orqali o'zlarining o'rtasiga urgan bo'ldi. Mana bu tarixda az ko'rilgan shaxt to'g'irash voqeasi.
Musobaqa natijasi 1-0. Top başlandı. Top. Hücum pişirdi o sapaqda. Top Said degan qapaqda degandek. Said akamiz topni yaxshi bir tarafqa olgan bo'ldi. Yeşil Baypaqlar komandasidan Ro'zaxon bu topni nihoyatda egizib oldi atgan bo'ldi. O xuddi qo'shnisan to'g'risiga tash atgandek bu topni bevosita etib yarim maydonga o'tkazyapti. Top Ikashaltaqni qo'lda Ikashaltaq bu topni Turg'anchi kamnasi Hamid ko'rdi. Hamid sol put orqali buni bir tepib, yana birini urib ikki qo'lni egizib ko'tarib naynaqshidi. To'g'ri. Natija 2-0.